Shaxmat ustidagi qotillik juda dahshat kitob ekan. Men rosa o'ylantirib qo'ydi to'g'risi. Oxirini bitta ko'rib qo'ya qolsammikin deb necha marta xayolim keldi. Nega shaxmat ustidagi qotillik degan? To'g'risi qahramonlar bilan birga yashadim. Uni aytamizmi yo, aytmaymizmi yo? Hop, O'zlari ko'rib turganlar o'zlari. menimcha o'qiganman. Bugun nima kitob haqida gaplashamiz? Boya aytib berdingiz-ku, syomka davomida gaplashdik-ku, shaxmat ustidagi qotillik. Juda dahshat kitob ekan. Men rosa o'ylantirib qo'ydi to'g'risi. Shu kitob haqida gapirib bering. Xo'p. U kitob detektiv janrida yozilgan, lekin kitob shunaqa yozilganki, men anchadan beri bunaqa kitob o'qimaganman. Ya'ni uncha-muncha kitob meni bu darajada qiziqtirmagan. Ya'ni oxiriga kitobning yakuniga shunaqangi qiziqdimki, kitobni o'qish jarayonida hatto bir necha marta oxirini ochib o'qib qo'ya qolsammikin, ya'ni oxiri yakuni nima bo'lar ekan, shu oxirini bitta ko'rib qo'ya qolsammikin deb necha marta xayolim keldi. Lekin o'zim detektiv janriga qiziqqanligim uchun oxirigacha o'qidim. Kitob shunaqa bomba kitob, shunaqa zo'r kitob. Agar detektiv janriga qiziqadigan inson bo'lsa, o'qib maza qiladi. Ayniqsa kitobni yakuni shunaqa ajoyib yakunlagan, miyani portlatib yuboradi. Kutmagan narsangiz kelib chiqadi. Men o'zim detektiv kinolarga ham qiziqaman, detektiv janridagi kitoblarga ham qiziqaman, ko'p o'qiganman. Ayni detektiv janridagi kinolarni ham ko'p ko'rganman. Keyin mana shu o'qish jarayonida yoki kinoni ko'rish jarayonida men odatda o'sha qotil topish kerak-ku, jinoyatchini topish kerak. Ana shu qotilni bir necha marta taxmin qildim. Bu bo'lsa kerak deb taxmin qildim, lekin umuman o'ylamagan odam bo'lib chiqdi. Lekin o'sha qotilni topishda ham o'sha qahramon, ya'ni isquvor qahramon shunaqa ajoyib topgan, qoyil qolasiz. Eng oddiy privichka bilan, eng oddiy element bilan shunaqa ajoyib topgan, qoyil qolasiz. Nega shaxmat ustidagi qotillik degan? Shaxmat ustidagi qotillik deb atalishiga sabab o'sha qahramon bilan, ya'ni asarning bosh qahramoni Michael bilan uni qotillikda, o'sha Michaelni qotillikda ayblanadi va u qotil emasligini aniqlash uchun alohida bitta isquvor yollaydi Michael o'zi qamoqxonada o'tirgan holatda. Va u bilan bir necha marta kelib uchrashadi. Ya'ni jinoyat qanday sodir bo'lgan, u qanday yakun topgan, nima uchun u ayblangan, shu mazmunda kelib Michael bilan suhbatlashadi, ya'ni bosh qahramon bilan isquvor. O'shanda har kelganda bir marta shaxmat o'ynaydi. Endi asarda qahramonni, bosh qahramonni shunaqa zukko qilib ko'rsatgan, hatto isquvor ham tan berganda unga. Isquvorni o'zi tan bergan. Biror marta kelib shaxmatni yutkazmaydi. Qisqasi, asarni o'qigan saringiz qiziqib ketaverasiz. Yana eng qiziq tomoni qanaqa bo'lar ekan, qachon yakuni chiqar ekan degan savol sizni qiynaveradi. O'qigan saringiz mana shunaqa kelib chiqaveradi. Keyin men har doim aytaman, kitobda o'qigandan keyin bitta kitobdan albatta bir manfaat olishlik kerak. Unda olinadigan, men shaxsan o'zim o'quvchi sifatida olgan manfaatlarimdan bittasi, to'g'risi qahramonlar bilan birga yashadim. Haqiqatan kitob o'qiganda qahramonlar bilan birga yashadim. O'sha Michael bosh qahramon bilan birga o'qib, o'sha bilan birga yashab his qilgan narsam shu bo'ldiki, inson bir og'ir bir vaziyatga tushib qolganda, ne'matlarni shunda his qilar ekan. Oddiy ne'matlarning qanchalik muhim ekanligini his qilar ekan. U o'sha bosh qahramon Michael qamoqxonada o'tirgan paytda qizini oddiy kulganini sog'inadi. Qizini oddiy kulishini sog'inadi. Ayoli bilan shirin suhbatlashib o'tirishini sog'inadi. Bu u uchun eng katta ne'mat deb tuyuladi. Ya'ni qaniydi hech bo'lmasam shu narsa yana bir marta qaytalansa degan. Chunki 4 ta devorning ichida o'tiradi. Endi yana o'sha asosiy qahramonlardan bittasi isquvorni hissiyoti shunaqaki, boshlagan ishiga har qanday holatda ham yakuniga yetish. Har qanday vaziyatdan chiqib ketib bo'lsa ham oxiriga yetish. U shunaqa ta'riflanganki, isquvor xayolida oldida bitta devor turibdi-da, shu devorning orqasini ko'rish kerak.
o'tish uchun yo'l topadi. Shunaqa harakat qiladi, shunday harakat qiladiki, yo'l topadi. Qanday topsam bo'ladi? Nimaga bu devor yiqilmayapti? O'ziga o'zi savol beraveradi. Yiqilishi kerak bu devor. Men Michael bilan gaplashdim. U jinoyatchi emas, bo'lishi mumkin emas deb oxirigacha kurashadi. Lekin eng qiziq joyi kitobni oxirida miyani puf portlatib yuboradi. Uni aytamizmi yo, aytmaymizmi yo? Hop, O'zlari ko'rib turganlar o'zlari. menimcha o'qigan mazza. Chunki hozir buni aytib qo'yilsa, kitobni zavqi qolmaydi. Chunki oxirida yakunida haqiqatdan bomba bo'lib beradigan narsa yakuni. Shu boya aytib berganingizda o'zim ham shok holatda edimda, oxirini eshitib. O'zi hammani ham qoyil qoldirgan oxiri bo'ldi-da, umuman kutilmaganda. Shunaqa. Bizdan oldin kitob o'qiganlardan so'raganimizda ham, misol Shavkat Hasandan so'raganimizda ham xuddi shu gapni gapirganda, miyamni portlatib yubordi degan gapni u kishidan eshitdim, ya'ni. Shunaqa juda ajoyib kitob. Tavsiya qilamiz. Insonni kitobga bo'lgan ishqibozligini, qiziqishini oshiradigan kitob. Oldingi kitob haqida gaplashganimizda ham miyani bitta o'chirib qaytadan o'qiydigan kitob dedik-ku. Haqiqatan shunaqa kitob, zo'r kitob. O'qiganda odamga zavq beradigan kitob.